paytda mayxonaga ajoyib chiroyli bir qiz Grace ish izlab kirib qoladi. Lekin xo'jayin bo'lsa, siz bek chiroyli xinimkansiz, siz bu yerda uz tursangiz boshqa erkak tuzib ketadi. Shunga siz bu yerga mos kelmaydi ekansiz deb rad qilib o'tadi. Lekin bu joyli qiz, men naqsh eta olayman, naqshiga ajoyib payzim bor, naqsh etadigan bo'lsam bu yerga erkakning hammasining o'rindiq kayniga yo'rildi. Jitallarni naqsham bilan ajoyib istiqtira olayman deb qo'yadi. Oy, xanim, bek sodda o'ylaysiz kajmo. Jidal degan shu sizning naqshingiz uchun chiqdi bunday edi. Xo'jayin amalsiz bu qizni elib qoladi. Amaliyotda Grace taftish amaldorining bu yerga o'rlashtirgan poylaqchisi bo'lib, bu yerga yo'qolib ketgan jabduqlarning xabarini olg'in kelgan edi. Lekin Sharbiy jamiyati bu ishlarga ancha pisand qilmagan edi. Aksicha Sharbiy jamiyatining bolalari nimkash mashinaga tulpar tekishib, bir obdan sodadan jidal chiqarib o'ynayotdi. Qaraysan-ku. Yo adash, yo. Mundaqla qarab qo'ydi bular. Choy puli beram ekan deydi shu. Choy puli tamoqibchi shu choy puli beram ekan deb qoldi. Bu bolalarning asli choy puli olmoqchi ekanligini bilib qolgan Tommy jamiyatining yigitlari bilan birlikda mana choy puli sana deb mo'challarga berib turdi. Choy puli! Yikay, liangquay, sanquay, vuquay. Bular choy puli berib aldirash yurgan vaqtning o'zida boshda Sharbiy jamiyatining boshqarish doirasiga kirib, o'yma-o'y kirib hol so'rab jabduqning xabarini olmoqchi bo'ladi. Qaytib kelgan Sharbiy bu ishlardan xabar tepib, o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lib, malning o'ttirsida gulxon yiqib, cho'ng tipdagi samodan birini uyushtirdi. Ansam bir obdan samoni uyushtiribsizlar. Nemishki sakramaysizlar? Oqsa bolalar azaldan qo'ngini midratmaydi. Emsi nima qiliq bu? Mavo mening yangi asrim degina. Ozga qilib buni kiyizlarga chiqarib, mana ro'monga chiqarib. Muxbirning yordamida Sharbiyning bu ishi ajoyib ro'monga chiqib, ordu vazirining qulqiga yetib bordi. Taftish, qara, sen shuncha kuchab qilgan ishingning tayini yo'q. Sharbiy degan nima? 2 kun naynaqshib qo'yib ro'monga chiqib, vanxo'ngib ketib qopti. Nima qiliq bu? Xo'p boshliq, men amal bar ularning ko'nglini kirib tillay. Taftishning ish qaytib ketdi. Qanday qildi? Bu Jingshin Shauxularni endi qanday qildi? Bu Jingshin Shauxularning ishtiq tugmay turibla, Sharbiy jamiyatining kichik qizi heliq aksining dushmani bilan lalala qilishib yurib, o'ngishli holda mayyi so'nggi holatga o'tib qoldi. Voy, bu sharmandachilikni nat so'rab yuglik amdi, ha? Ey, tezdara. Ey, bu Shangmuning hamkorlashqisi kim o? Qizchaq deyishga og'zi bormidi. Chunki uningga oydinki, aqidri uqib qolsa, uning muhabbetini ding so'men qilib o'tdi. Herkes akamga deyman, bo'lamdi. Ensirme, mening og'zim yamanching. Herkes deb qo'ymayman. Yey, qara, mushtashtubdi Tommy. Nima satchilik bu, ha? Qaysi soltako? Yaqla. Demayman da otatingizga. Nima bo'lib ketdi bu endi? Tommy shunchalik terikkan bo'lsa-mu, yana ig'ir besiqlik qilib, singlisining muhabbati bilan qechib ketishiga fursat yaratib turdi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, Tommyning baygiga solmoqchi bo'lgan tulpari boshqa guruhlar tarafidan qasdib etildi. Tommy azob ichida yolg'iz mayxonaga kirib, may ishmoqchi bo'ldi. Grace bo'lsa, o'zining yiqimliq naqshisi bilan uning ko'nglini olmoqchi bo'ldi.